Sizlarga begonadir yangi so'zlar. Может begonadir, tipa gun, sound. Eski davrda omon qolinglar, a biz yangi davrimiz, round. Bular aytdilar, haqiqiy reperlarni eshitaman. Haqiqiy reper deb kim baho beradi? Bular necha yil davomida san'atda rep yozib keladilar. Bad boyni men ham maktabda eshitganman. Meni sinfdoshlarim ham eshitgan. Agar bular yomon reper bo'lganda biz eshitmasdik. Bizda sal rep tushunishmaydi degan fikr gapiryapsizlar. Bu juda ham noto'g'ri fikr. Bu fikrni umuman o'zingizdan chiqarib tashlashinglarni xohlardim. Nima uchun? Chunki bizda rep eshitadigan odamlar juda ham ko'p, shunchaki yaxshi rep yo'q. Misol, hozir O'zbekistonda o'rta yoshlilar va o'rta yoshlilar va katta yoshlilarning orasida rep qanaqadir o'zlaringiz ham bilasizlar, haligi kulgili narsaga qaralganda shunaqa bir munosabatda yoki bo'lmasa bir men o'zim shaxsiy maqsadim o'sha xalqimiz orasidagi repga bo'lgan negativ fikrni ham ozgina bir ikkita uchta bo'lsa ham odamlarni fikrini yaxshi tarafga o'zgartira olsam, bu men uchun katta yutuq bo'ladi. Umuman o'zbek reperlari uchun ham katta yutuq bo'ladi. Faqat to'y bo'lib qolgan O'zbekistonda musiqa. O'shaning uchun bu to'yga bormagan janr. Shuning uchun sal soyaroq joylarda qolib ketyapmiz. Atak bo'shliq to'ladi qachondir baribir.